do'stlar bilan Pokemon Go'dagi yangi Nix at the School nomlangan o'yin o'ynaymiz. Mana aytgan o'yin mana. Nix at the School nomlanadi, ya'ni yarim kechasi maktabda. Va chapter 1dan o'tmaganman, lekin bugun o'tishga harakat qilib ko'raman. Guruhlar bilan o'ynasak yaxshi bo'lardi. Hoy, sen birinchi kir, keyin men kiraman. Kelinglar, 2 kishi o'ynaymiz. Men o'zim o'ynashga qo'rqinchlidir. Bir o'zingiz o'ynashga maslahat bermayman. Qo'rqinchli, mana shu maktabga kiramiz. Davay, sen birinchi kir. Nega men? Bu VIP 1 ekan. Ha, bu rus ekan. Shu yerga kirish kerak. Xo'p, men kirdim. Nimaga men kira olmayapman? Ha, 4 ta igrok, ya'ni 4 ta o'yinchi kirish kerak ekan. Xo'y, kira olmaysan. Mana bu yerga kelish kerak. Mana bu yerni ko'rsatmasak agar ular kelishmaydi. U yana kirdi. Kelinglarda kiramiz. Nima yozganiga tushunmadim. Ulgurdik. Bo'ldi, men endi nima qilishni bilaman. Mana bu kalitni olib eshikni ochish kerak. Qayerga qo'yib ketding? Xo'p, endi esa tualetdan svechkani qidirish kerak. Oxirgisida bo'lishi mumkin. Yo'q ekan, endi ikkinchi tualet qidiramiz. Mana. Bu bizga albatta обязательно kerak bo'ladi. Eshikni ochamiz. Ha. Tak. B8 yugurdik yana. Yo'q, kiramiz. Eshikni ochamiz. Senichi ekan qiziq. Nima edi bu? Menimcha ketdi set 3. Har ehtimolga qarshi ularni yozib qo'yamiz. D6 menimcha tushundim nimaga сразу свет o'chdi. Mana A3 A3 B8 C3 D6 to'g'ri. Mana bu. Mana bu svechkani olib mana yerga qo'yish kerak. Bunu hozir mana bu yerga ochiladi. Qorong'i qoldi hamma narsa. Mana bu uxlayapti. Tegib ketmaslik kerak bunga.
eshik ochildi. Kelyapti mana u. Do'stlar, endi videomiz mana shu joydan tugaydi. Keyingi videolarga ko'rishguncha xayr.